Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Bugun biz hozir 2 oy 3 oy avval tunaka fonini qilib berdik bir xonadonimizni. Hozir uyi polni bitgan ekan. Sizlarga ham hozir ko'rsatib o'taman. Tunaka fon qilgandan keyin, devorlarni remont qilgandan keyin отделкаlar qilib qanaqa holatda bo'lishini o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hozir sizlarga polni qilgan ishlarimizni ko'rsatib o'taman. Qadrdonlar, uyimizni bitgandan keyin tunaka fon travertin anaqa hali rim stoykalari bilan anaqa kafellari bilan o'ta go'zal holatda bo'lar ekan. Hali bitmashdan oldin tunaka fonni o'zini qilganingizdan keyin kelganlik fasadga qanaqa rang beray, u qilik, bu qilik deb hali o'ylanasiz. Tayyor mana dizayn. Darvozaxona ham uzunasiga 12 metr, eniga 4 metrmi degan, adashmasam shunaqa bo'lgan. Mana 2 metrlik kosmos ikkita qo'yilgan. Narigi tomonida ham yana bitta darvozaxonaning bolachig'i bor. U tomonimiz ham bo'lgan. Hamma yoq bir-biriga o'ta zilol bo'lgan. Remontlar ham bir-biriga o'ta tushgan. Tunaka fon ham, duvol ham, akfa ham, pastidagi anaqa kafellari ham. Qadrdonlar, tunaka fonimiz, duvorlarimiz polni yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yasizlar. Podpiska bo'lish ham esdan chiqmasin. Tunaka fon bilan shug'ullanamiz. Hozirgi kunda 120 mingdan 140 ming so'mgacha qilib beryapmiz. Listi yupqa qalinligiga qarab, vodiy bo'ylab. Listimiz 4 xil listimiz bor. 03, 035, 04, 037 listlarimiz bor. Shularga qarab 04imiz oxiri 140 bo'lsa, 03 dan boshlanib 120, 130, 135 shunaqa narxlarda chiqadi. Kosmosimiz отдельный bo'ladi. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Doim aloqadamiz. Nomerlarimizni ekranlar tagiga qo'yib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.